Hozir men sizlarga 40 sekundda nimaga aynan protez emas, implant qo'ydirish foydasini aytib beraman. Birinchisi bu to'liq syomniy protezlar sizni tanglaringizni to'liq qoplagani hisobiga diskomfort bo'ladi. Ikkinchidan bu tishlar sun'iy plastmassadan bo'lgani hisobiga tez yedirilib ketadi va buni bortlari milklaringizni shilib yuborishi mumkin, noqulaylik shundan tug'diradi. Uchinchidan bu har kun yechilishga majbursiz. Har kun yechib yuvib tozalash kerak va yana minusi sinib ketishi mumkin plastmassadan bo'lgani hisobiga. Agar siz to'liq tishsizlikda implantlar qo'ydirib uni protezlasangiz, xuddi mana shunaqa juda ham chiroyli, mustahkam bo'ladi va tanglaydagi tanglay bo'lmaydi bu joyda. O'ziz tishingiz razmeridan bo'ladi. Ikkinchi buni plyus tarafi bu implantlarga qotirilgani hisobiga bu umuman yechilmaydi. Faqatgina har 6 oyda kelib tekshirtirib tursangiz, sizga deyarli butun umr xizmat qiladigan juda ham chiroyli konstruksiya. Uchinchi buni eng katta plyusi, men o'zim bemorlarim ham juda ko'p aytishgan, bu ovqatni juda ham maydalab, yaxshilab chaynagani hisobiga oshqozon ichi kasalliklaridagi muammolar to'xtaydi va odam sog'ligi yana ham tiklanadi. Bu eng katta plyusi. Agar siz syomniy protez taqib, uni kamchiliklaridan qiynalib yurgan bo'lsangiz, uni o'rniga sizga mana yechim, implantlar qildirib, to'liq olinmaydigan qilganingiz 1000 marta yaxshi. Sababi unda zo'r chaynaysiz, estetik zo'r turadi, stabillik, tushib ketish degan narsasi yo'q va umringiz oxirigacha xizmat qilasiz. Stomatologiya bo'yicha qiziqarli va foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.